Assalamu alaikum. Men Xo'jayli turg'uniman. Bu yerda harragandan yemni qurdashim orqali eshitib kelib, shu yerda yemlarni boshladim. Bir patoga 18 kun ekan. Mana bugun 18 kunimda yemlanib qolib, Xudoga shukr 18 kunning ichida o'z natijasini ko'rsatdi. Bu yerda men birinchi bo'lib olib kelganim mo'ynimda grijam bo'lib, qo'lim ko'tarilmay qolgan edi. Shu grijamni yerimlab orqali yana tag'in bir nechta kasalliklarim borligini aniqlandi. Bu yerda umurtqa sklerozi bor ekan, yana tag'in o'g'anam shu harragan chaqtiruv natijasida shu umurtqa sklerozini emlab berdi. Odan boshqa bosh og'rig'im bor edi. Bosh og'rig'imda yana nerv shoh tomiri ayazlagan ekan. Shularga harraganni chaqtirtib, boshimda harragan chaqtirtib, shudan bosh og'rig'laridan ham nerv tomirlarining ayazlig'idan qutuldim. Men har doim shu kungacha bosh og'rig'i darisini yeb, kunda bosh og'rig'idan azoblanатын edim. Xudoga shukr, hozir hech qanday bosh og'rig'i yo'q, Xudoga shukr. Uyqum ham tinch bo'ldi, tetik bo'ldim, charchab qolaverdim, charchoqlarim ham ketdi. Yana odan boshqa menda tizimda artroz kasalligi bo'lib, tizim bugilmay qolib edi. Shu harragan chaqu natijasida oyoqlarim bugilib, hozir yaxshi bo'lib ketdi. Yana tag'i menda женскийdan sistit почка og'rig'i bor edi. Shularga da shifo topib, hozir Xudoga shukr, pochkamdan hech qanday og'riq bo'lgan yo'q. Sistitim ham ketdi. Onun üstüne men operatsiya bo'lgan vaqtimda shu operatsiyadan qolgan toksinlarni da tozalaydi ekan. Algan narkozimizda toksinlar bo'ladi ekan, shu toksinlardan tozalanib, Xudoga shukr, hozir jep-jengil og'riqlarim ketib, yaxshi bo'lib ketdim. Endi bu yerda asalariga yana tag'i bu yerda tek Qozoqbaykadan boshqa Jamila opa da yemlaydi ekan. Bu ichki tarafimizga, ya'ni женский почкаga arqalamizga solgan vaqtda Jamila opa yemlaydi ekan. Shu orqasidan Xudoga shukr to'g'ri bo'lib ketdim. Hozirgi kunda 18 kun qatnagan bo'lsam, 18 kunning ichida o'zimda hadavr jengil qo'yib, og'rigan qo'llarim ko'tarilib, bosh og'rig'idan qutuldim. Sistitdan qutuldim, pochka kasalligidan ham qutuldim. Xudoga shukr, yaxshiman. Hammasi shunday tabiiy yem olishga chaqirib qolaman. Menda yana zob bor edi, shu zobga da chaqtirdim, zobdan og'rig'idan qutuldim. Qisilib qoladi edi, qisilmayman, hozir Xudoga shukr yaxshiman. Yana allergishniy bronxit jo'talim bor edi, qolmaydi. Shuni har yakin chaqtirg'ali berib, jo'taldan ham qutuldim desam bo'ladi. Qozoqbay akaga, Jamila opaga katta rahmat.